Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan qashqadaryocha osh tayyorlaymiz. Har bir joyning o'zining osh tayyorlash uslubi bo'ladi. Qashqadaryocha osh ham eng mazali oshlardan hisoblanadi. Men 1 kilo masalliq osh tayyorladim. Qizigan qozonimizga 2 cho'mich sig'ar yog' solib yaxshilab qizdirib olamiz va ketidan 1 cho'mich pista yog' solamiz. Tuzlangan go'shtlarimizni qozonimizga solamiz. To'y oshidek shirin osh tayyorlashni xohlasangiz, masalliqlarimizni birga bir solsangiz, to'y oshida juda ham rosa mazali osh bo'ladi. Quyrug'imizni bir pasdan keyin solamiz. Go'sht bilan solish shart emas, chunki quyruq bir pasda pishadi. 4-5 minutdan keyin go'shtdan keyin quyrug'imizni ham solamiz va aylantirib qizartirib olamiz hammasini. Go'shtlarimiz ustidan keyin piyozimizni solamiz. Piyozimizni ham yaxshilab qizartirib olamiz. Piyozimizni yaxshilab qizartirib olsak, oshimiz yanada mazali bo'ladi. Keyin sabzini solamiz. Sabzini ko'p qovurish shart emas. 1-2 marta aylantirib olsak bo'ladi. Ziravorlarimizni, tuzlarimizni solsak, sabzimiz tezroq o'ladi. Suvimizni solamiz. Suvni sabzini sal ko'msa bo'ladigan qilib suv solamiz va no'xatimizni solamiz. Suvi qaynab chiqqandan keyin gazimiz tagini baland pastlatib 10-15 minut qo'yamiz. 10-15 minutdan keyin guruchimizni solib olamiz. Olovimiz tagini baland qilib. Olovimiz past bo'lsa, guruchimiz, oshimiz bo'sh bo'lib qoladi. Suvni guruchdan bir bug'in baland solamiz. Hamma guruchiga qarab soladi. Men guruchimni ivitmaganman. Yuvib soldim, xolos. Hamma yog'i bir xil qaynashiga e'tibor berishimiz kerak. Ustidan 1 kapkir guruchni aylantirib chiqamiz. Ko'p yo'qalamasdan. Suvini tortgandan keyin oshimizni bir joyga yig'ib, do'ppi-dekkini qilib olamiz. Va qoshiq bilan tez-tez chiqamiz shunaqa qilib. Va ziramizni sepib, olovimizni past qilamizda 15-20 minutga yopib qo'yamiz. Oshimiz tayyor bo'ldi. Go'shtlarini olamizdagin yaxshilab aralashtirib olamiz. Hammaga yoqimli ishtaha. Obuna bo'lish esdan chiqmasin.